Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Salomatsizsiz, charchamayapsizmi? Mana sizga olib kelyapmiz-da. Bolalaringizga bergan ekansiz. Bu mahsulotni ilgari berishdan oldin farzandingizda nima muammolar bor edi? Farzandimda gijja mo'maydi, asabiy edi, qo'llarida, yuzlarida oq dog'lari bor edi-da. Keyin go'sht yemasdi, kechalari yaxshi uxlamasdi, tepib, hamma joyga yotardi, dumalab, yoqa tepib bizardi. Bu mahsulotlarni internetda ko'rdik-da. 1 yil kuzatdik. Xo'jayinim ishonmadi, bolamizga ichqazamiz, hamma narsani ichqazavermaylik dedi. Keyin so'radik, telefon qilaverdi, "Ha, to'xta, yaxshilab bildik-da, keyin mayli olib ichqazaylik" dedik. Olib ichqizsak, o'zgarish, natija, rezultatlar zo'r bo'lyapti-da. Keyin boya go'sht yeydigan bo'ldi. Keyin kolbasa yerdi-da, tinimsiz kolbasa yerdi, xurstashkilar. Hozir umuman ularga qaramayapti. Bu yer ataylabdan olib kelib beryapman ham yemayapti-da kolbasa. Hayron qolib ketdim shu narsaga borka. Keyin xotirasi yaxshi, hozir bog'chaga chiqdi. Xotirasi yaxshi, she'rlarni yaxshi yodlayapti. Bo'ylari o'sgan. Har kuni ayajon bo'yimni o'lchab ko'ray sizga deb man she'rimgacha kelaveradi-da. Kallasini qo'yib, "Aya sizga aytyapman" deb. "Ha, молодец, ana vitamin ichaversang yaxshi bo'lib qolasan." 1 santimetrga o'sdi deb o'ylaysiz? 3 santimetrga o'sdi, dadasi o'lchab turibdi-da. Chunki dadasi ishonmadi mahsulotga, "Qani ko'ramiz" deb. Keyin rezultat bo'lavergandan keyin xursand bo'ldi. Endi tugasa yana olamiz deb turibdi. Xo'p, qancha vaqt mobaynida ichirdingiz va shunaqa natijaga erishdingiz? Qanchada? Shu hali 1 oy hali tugamasdan o'sha rezultat bo'lyapti-da. 3 kun ichida, yo'q, 5 kun ichida o'sha nima, ovqat yaxshi yeydigan bo'ldi. Apetitlari yaxshi bo'ldi. Mana opa, zo'r rezultat ko'ribsiz. Bu mahsulotni xalqimizga, o'z yaqinlaringizga nima deb tavsiya qilgan bo'lardingiz? Menga o'xshagan onalarga tavsiyam, shularga maslahatim olinglar. Chunki uncha narsaga ishonmayman-da. Buni ham ishonmay oluvdik. Yaxshi rezultat zo'r bo'lgani uchun katta farzandlarimga ham bermoqchi bo'lyapman-da, ularga ham. O'shaning uchun olinglar, hech qachon ikkilanmanglar. O'zi opa, buni siz kimizga tavsiya qiluvdi? Qayerda ko'rdingiz bu mahsulotni? Buni internetda ko'rardim-da. Aha. Keyin shu Shahram G'iyosov deb ko'rsatardi, shular ishi bo'yicha Shahram G'iyosov bo'ylari uzun, u kishiga ishonamiz deb shu maqsadda oluvdik-da yana. Har taraflama ishonchli odamlar-ku ichida deb yuribdi-ku deb. Keyin yana bitta narsa, keyin boshqa mahsulotlar olsak, bergandan keyin o'sha bizlardan so'ramasdi-da. Rezultat qanday bo'lyapti, qanday ichyapsiz, qanaqa hech qachon so'ramagan. Bu yoqda har hafta so'rardi qizlar. Shu taraflama xursand bo'ldik bizlar. Qizlar so'rab, rezultat qanday bo'lyapti, qandaysizlar, holatlaringiz qanday deb so'rab turadi-da. Rahmat shu qizlarga ham, hammasiga, homiyga ham rahmat. Kattakon, sizlarga ham rahmat.